Men hozir primer aytib beraman sizlarga. Qiziqdinglar, qanaqa qilib 16 yoshingizda dars o'tgansiz deb. Menga bitta zo'r turtki bo'lganda. Shunaqa turtki bo'lgan, turtki. Men o'zi o'qituvchi bo'laman-da, asha o'qituvchilik kasbi juda ham qiyin-da, qiyin kasb. Shuning uchun ham uni juda maqomini juda ko'taradilar u narsani. Chunki har kimga emas, ustozlik, bular hammasi o'qituvchilikda, ya'ni pedagog bu ham bitta bir mahorat kerak, bunga talant kerak. Bo'lmasa uyg'otish kerak, tug'dirish kerak. O'sha o'qituvchilik ishini men qiyinligini bilganim uchun men o'qituvchi bo'lmayman deganman-da. Afsuski, baxtga qarshi birinchi ishim men o'qituvchilik bo'lgan. Men lekin xohlamaganman bo'lishni. Bo'lmayman ham deb o'ylaganman. Qilmayman bu ishni deb o'ylaganman. Даже qiziqmaganman, tushunyapsizmi? Men o'sha kompyuterni o'rgangandan keyin, yine yo'q-ku o'sha paytda 2000-yil, 99-2000-yil o'sha kollejda o'qib turgan joyimda yorib tashlaganman endi kompyuterni bemalol. Men darsga o'tiraman. O'sha yerda o'zi o'qituvchi bor-ku, informatikadan o'tayotgan o'qituvchi bo'ladi-ku. Nimadir o'xshamay qolsa, men o'rgat bittasiga, ikkitasiga o'rgatganman-da endi boshida. Yana bitta ikkita masalan direktorga berilgan alohida kompyuter sekretariga, kimgadir nimadir o'xshamay qolsa, meni darsdan chaqirib ketardilar. Dars bo'layotibdi. Kiradi kimdir, direktor Jamolni so'rayapti deb, yoki falonchi Jamolni so'rayapti, olib chiqib ketadilar meni darsdan. Erkatoq edim men. Iloji yo'q. Chunki borardim, men nimadir o'xshamay qolsa, men to'g'rilab berardim, siz amnamni tushuntirib, yana darsga qaytib kelardim. Keyin oxiri nima bo'ldi bilan majbur bo'ldi, hamma o'qituvchi o'rganish kerak. Chunki yaqinda yana kompyuterlar keladi, hammaga alohida kompyuter bo'ladi. Kompyuterni bilmaydi, qanaqa itda ishlatadi. Bilayotgan kim? Mana Guday. Guday sizlar Shivada bormi shunaqa so'z? Guday degan yosh. Bala. Men esimdan chiqmasa har bir nima qilaman, shu videoni tayyorlagan paytimda rasmlarim ham bor o'sha dars bergan paytim. Kichkinagina bo'lganman. Ozgina 55 kilo bo'lganman. 16 yoshlar bola, ko'zingizni oling, ketiring mana. Misol, endi sizlar hali oilali emassizlar. Misol 16 yoshli bolani ko'zingizni, jiyaningiz necha ekran? 16dan o'tgan, o'sha 19 ekranda. Endi tasavvur, o'sha o'qituvchi bo'lish kerak hozir. O'qituvchilik, mana kulyapsiz, ko'zingizni oylab ketirishsiz uchun-da. Ammo gruppada ham men bu eng bo'yi past bo'lganman, mayda bo'lganman. Kichkinagina bo'lganman, qisqasi. Shunaqa bo'ldi. Menga aytdilar, короче dedi, bu haftadan o'qituvchilikka dars o'tasan sen. Men o'zimga dars o'tayotgan o'qituvchilarimga men dars o'tishim kerak. Представить qiling, mana Jamshid Abdullayevga siz dars o'tishingiz kerak. O'ta olasizmi? Zavchlar bu. Как бы mana prorektor deylik, masalan prorektor. Bitta direktor kirmasdi faqat. Zavch, 3 ta zavch bor edi. O'qituvchilar, hamma. Endi qarang, o'qiyotgan joyingizga har xil o'qituvchi bo'ladi. Qattiq qil o'qituvchilar bor, qanday zirillaydi bolalar, haybatidan qo'rqadi. Ovozi chiqmay o'tiradi darsga. Mana shu, ana shu o'qituvchilar ham bor-da. Yana 16 yoshli bolaman. Bitta o'qituvchimiz bo'lardi, ayol kishi. Erkak o'qituvchidan unday qo'rqmasdik-da biz. O'zi erkakday ayol edi-da. Matematikadan dars berardi bizga. Ishonasizmi? 1 sekund kechga qolsangiz kirmaysiz. Shu kechga qoldingiz bo'ldi, kirmayli lutchi. Kirmaysiz. Всё. Lutchi kirmang. Uni asabini buzib. Darsga kechikish degan narsa bo'lmasdi. Yaxshi. Meni darsdan olib ketaydilar deb aytdim-ku, darsdan olib ketaydilar.
dars paytiga direktor unisini chaqirib olib-da, uni darsidan olib ketolmasdi. Hattoki o'qituvchilar qo'rqardi undan. Shunaqa ayol edi-da. Yaxshimi? Uni darsini tinchligini buzish kerak emas. Darsda ham zo'r o'tardi. Bironta bola bunday qila olmasdi. Bunday qilsa bo'ldi. Shunaqa darajada qo'rqardi-da. Lishni ovoz, lishni qiliq, lishni dvijeniya umuman biror nima qilmoqchimisiz, qo'lingizni ko'tarasiz. Nafas olsam bo'ladimi? Men burtirib aytyapman, shunchalik darajada shunaqa yurardi, shuni bitta qarasa zirillatardi. Darsiga bir marta shu kelgan, jamoani so'rayaptilar-da. Dars bo'lyapti hozir degan. Nagila aytganda. Dars bo'lyapti. Ha, siz hozir erkalab ketdingiz-a degan menga qarab turib. Men eshik ochilgandan jamoani so'rayaptilar deganda men turib o'rganman-da o'rnimdan. Avtomatik turaman-ku har doim. Turib o'rganman-da. Ha degan. Dars bo'lyapti degan eshikdan kelgan odamga. Men undan o'tirganman-da-ki, ha, toza erkalab yordingiz-a deganda menga. Keyin hozir eslasa kuladi-da odam. Ichim o'tib ketgan o'sha payt. Keyin ayni o'sha o'qituvchiga men dars o'tishim kerak. Tushunyapsizmi? Men prosta qanchalik qiyinligini men sizlar tasavvurga ega bo'linglar deyapman. Men aytyapman, men o'sha menga dars o'tasan dedi, direktor chaqirdi. Direktor o'zi lishni chaqirdi, o'qituvchilarga dars o'tasan dedi. Men shunaqa qilish kerak. Men qanaqa qilib o'qituvchilarimga dars o'taman deyapman. Aytyapman, men qanaqa qilib o'taman? Men qanaqa qilib o'taman? Hali men hech kimga o'tmaganman dars. Prosta mana kimgadir men o'tirib, mana qilib kompyuterga o'tirib, men tushuntirib, aytish, endi o'sha ham o'qituvchilik o'rniki. Kabi o'zim bilmagan holda tushuntiraman-da, so'rab, qiziqib so'rasa, bunaqa o'tirib, bunaqa dastur qilib, o'qituvchilikda o'tmaganman-da, u mana tushimga ham kirmagan bu narsa borku. Men o'sha shokka tushib qolganman o'sha payt. Direktor shunday kutmaganda chaqirib, shunaqa qilmasa ham bo'lmaydi. Boshqa odam yo'q, shaharda ham yo'q. Kimga aytamiz? O'rgataverasan. Qanaqa qila olmayman bu ishni deganman men. Xuddi hozirgidek qila olmayman. Prosta menga agar balalarga o'rgatasan desa, men unaqa holatga tushmagan bo'lardim. O'qituvchiga dars o'tishim endi вообще boshqa narsada. Men o'sha lup deb ichim tushib ketganda men. Ko'zimni oldiga kelyapti-da endi tasavvur. Keyin yo'q, bu o'tasan, bu hafta o'sha mana shundan boshlaysan dedi. Всё. Men eshitib ham o'tdim ular. Keyin 15 tachami, 20 tachami kompyuter bor. Ikkita klass keldi o'sha. Ikkinchi klass keldi o'sha. Bitta klass keldi, o'sha ikkinchi klass keldi. Ikkinchi klass yana ham zo'r kompyuterlar kelgan. Xuddi ana shunaqa stol, katta stol bor. Ana shunday aylanasiga o'tiradi bolalar. Kompyuterlar nimani yoniga katta xona, sharoit shunaqa qilib berilgan endi o'sha paytda вообще сказка-da endi u. Hozirgi kunda ham zo'r hisoblanadi sharoit. Alohida mana bunaqa o'rtaga katta stol, nazariy, teoretik o'tiradi. Praktik keyin hamma kompyuterga alohida o'tirib ishlaydi. Ammo mana shunday doskaga chiqib, mana shunday o'qituvchilarni mana shunday o'tiribdi. Pakana odamcha yig'ilib o'tiribdi, kutib o'tiribdi. Men kirib kelyapman, o'qituvchilar assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kirib kelyapman. Boyagi o'qituvchim bor, ayol, o'shanda direktordan unday qo'rqmaymiz-da biz. Qilib burilyapti menga, mana o'tib keladi. Ha, qandaysan dedi. Xuddi ana siz o'tgan o'taliq o'tiribdi, mana shunday o'tib keldim. Oyoq qo'lim qaltiraydi men. Shunaqa endi hayajondaman, endi shunaqa titroq bor. Men kompyuter bilganim ham esimda yo'q-da meni, oka. To'qilib nechta erkaklar o'tiribdi, zavochlarim o'tiribdi-da. Bitta zavochimiz bor, bu ham yomon qattiq qo'ldi. Shunaqa zirillatardi. Shunday agar hovliga chiqsa, bironta o'quvchi hovliga yura olmasdi. Yomon qilardi. Erkak kishi o'tib ketdi menimcha. Endi ko'plar o'tib ketdi. O'sha hozir aytayotgan o'qituvchi ham o'tib ketgandir, chunki o'sha paytlarda u ayol o'zi 60 ga yaqinlashib qolgandi. Hozir 25 yil o'tdi, 85 yosh bo'ladi. Endi men bilmayman hozir. Lekin o'tganlarini ham eshitganman. O'sha yangi u kollejlarda o'qib ketdi. Keyin qisqasi men keldim, chiqdim.
Mana kiyganman. O'sha komediyaga ko'zimning oldidan hech ketmaydi o'sha holat. Ana shuni hammasi o'tib men keyin kiyganman. Mana darsda o'tdi menga xona topshirilgan, ana o'qituvchi bor. Mana shunga o'tiribman, shunga o'tiribman, shunga qarab o'tiribman. Mana qilib gapir deyapti menga. Hatto resmi chiqdi bolalar ham Gapir deydi. Men qanday o'tiraman sizlarga darsda deyapman. Sizlar men o'qituvchilarim bo'lsanglar, men o'tolmayman sizlarga dars. Qanaqa nima deydi? Andishali deydimi, endi shunaqayam ham bo'lganda endi. Tushunasizmi? Odamda bir men chunki ular o'qituvchi, men o'quvchi-ku. Baribir chegaralar bor-ku. Keyin o'sha boyagi erkak ayol dedim-ki, shunday o'ndan turdi-da, mana shuni aytayapti. To'g'ri deyapti. Bizlar sani o'qituvchi mana shu yerda hammasi o'qituvchi, mana zavch, hamma. Biz sizlarni o'qituvchilaring biza. Biz hozir ham eshikdan kirdik-ku deyapti. Bizda sani o'quvchilaring biza deyapti. Tushunasizmi? Sen darsga kirgan payting bizani o'quvchimizsan. Lekin bu xonaga, ana shu muhitga hozir biz senga o'quvchi biza. Sen unut bizani o'qituvchiligimizni deyapti. Sen deyapti o'qituvchiga qaragandek qarama deyapti. Shuni deyapti-yu, lekin baribir keyin tuzlaydi degan xayolimiz bor-da baribir. Keyin men dars o'tishimni bilasan, qanday dars o'taman deyapti. Ha, deyapti. Ana shunday qilib dars o'tasan deyapti. Agar deyapti, qarang. Agar deyapti, ana shuning ichidan birontasi deyapti. Ana shuni aytayapti. Birontasi deyapti. Ham aytayapti. Senga deyapti, faningni imonni shunaqa qilib men urushasan bizdan deyapti. Agar biza dars bunaqa bo'layotgan bo'lsa, urushayotgan joyga urushasan, tanbeh berayotgan tanbeh berasan, uyga vazifani qilib kelmasa jazolaysan. Ana shunday qilib qilasan deyapti. Agar bular deyapti, birontasi deyapti, seni bahoyini qo'yib bermasa deyapti, men kafilman deyapti. Men o'zim gaplashaman deyapti. Luboy bilan deyapti. Imonni sen shunaqa qilib muomala qilganliging uchun как будто o'zingni o'qituvchidek his qilib agar senga ziyon bersa deyapti. Men mazasini qochiraman ichida. Luboyni deyapti. Tushundingmi deyapti. Ayol aytayapti. E'tirozlaringiz bormi deyapti. Yo'q deyapti. Dars как положено o'tsin bizga deyapti. Hech kim hech qanaqa qilmaydi. Bo'ldi, bahoying sana o'zi qo'yildi deb o'ylaver deyapti. Bizga darsda o't bo'ldi deyapti. O'zingni erkin qo'y deyapti. Sen o'ylama, hozir men bunday qilsa, ko'chaga chiqqandan keyin bunaqa qilib, umuman hayolingdan chiqarib tashladi. Men lichni men dedi. Endi bundan keyin ozodsan men darsimdan dedi. Xohlagan payting chiqib ketasan. Agar dedi, hozir menga dedi, ana yerga dedi, menday dars o'tib bera olsang dedi. Xuddi men qanday o'tib bersam, xuddi shu narsani men bizga ana yerga ko'rsatib bera olsang, o'sha sen o'quvchi bo'lmaysan bu kollejga, o'qituvchi bo'lasan. Biz sen bilan kollega sifatida gaplashamiz. Uddalab olasanmi shuni dedi. Agar uddalolmasang o'sha yerga konkretni hammasi sen mazangni qochiradi. Shuni aytdi, hamma agar hozir o'tmasa baho qo'yilmaydi dedi. Yo'q. Voy, men shunaqa tupikka kirganman borku, menga variant bo'lmagan boshqa. Yaxshimi? Menga variant masalan xohlasang o't, xohlasang o'tma, o'tasan, tamom, shu. Yana o'tasan, o'tmasang ham o'tasan. Yana o'tganda ham o'shanaqa qilib o'tishing kerak. O'tolmasang ket. Agar ular nima deydi? Menga imtihon ham bo'lyapti-da o'sha. Agar men ularning ko'ngli nima deydi? Qoniqmasa, taskin topmasa, u ham bo'lmaydi. Ketishinglar. Shuna eshitib turganmanda. Tushunding bo'ldimi? Ha, tushundim. Bo'ldi, boshla degan. Ana shundan keyin dars o'tishni boshladim. Ana shu kuni menga shunaqa hayolimda ne то что motivatsiya, men boshqa variantim ham yo'q edi. Men ilojim ham yo'q edi.
qiyinchilikda bu bitta menga. Tushunyapsizmi? Menda yo'q bo'lgan talantni uyg'otib yuborgan u o'qituvchi. Endi bo'lgan, qonimda bo'lgan o'sha uxlab turgan narsani uyg'otib yuborgan. Barvaqt uyg'onib qo'yganda. Menga qiyin bo'lgan lekin shunaqa dars o'tganman o'sha birinchi kunning o'zida. Endi baribir qiyin bo'ladi, baribir moslashib olgan. O'sha где-то 3-darsdan borku, polni rost tekshirib, men bunday qilyapman. Polni o'qituvchida. Mana bunday qilyapsiz, nima tushunmaysiz? Qarida biz endi qariligimizni ham inobatga olasanmi? Ha, bo'pti, mana bunaqa. Ana shu qilib o'rgatganman shuni o'qituvchilar. Kompyuterchi qilganman ular. O'zini nimasi bo'yicha shu kerakli Office, Word, Excel, o'chirib yoqish, muzika, boshqa. Agar deyman, amr yozsanglar deyman, sizlarga deyman o'yin qo'yib beraman deyman. O'yinni ko'rsatganman-da, yosh bolaga o'xshardi ular. O'zini shunaqa tutardi, ular mazza qilardi men bilan. Yangi o'rganayotgan narsasiz. Mazza qilganda, shunaqa bish ketgan keyin o'qituvchilarim vashi hayron qolganda. Keyin ular bir yarim soat vazifani kim tezroq bajarsa, ularni qiziqtirib qo'yganman o'yinga. Ular keyin bu o'yinni agar mendan so'rama o'yin qo'yib qo'ysa, gap eshitay. Есть правила. Javob bergan. Keyin ishonansanglar, ular o'sha polni ular stoliga o'tirardim, birga obed qilardim ular bilan, o'qituvchilarim bilan. Ular nima deydi, o'quvchini oldiga gapirmaydigan gaplar gapirlardi. Tushunyapsizmi? Уже men как бы kollegaman. Возраст уже уровень boshqa. Men shu uchun ham ko'p tez narsalarga urovnim boshqacha bo'lib qolganda men tez nimaga ketib qolganman. Tez katta bo'ldi. Ha, shunaqa majbur. Keyin shunaqa bo'lib direktor ham hayron qolganda, keyin sirazi kurs ochib yuborgan platniy. Unga ham darssiz berasiz. Ha, platniy kurs ochib yuborgan. O'zi endi kompyuter kirib kelyapti. U paytda vahima, qiziqish. Masalan, shaharga e'lon berilyapti. Kompyuterdir degan narsa. Endi hozir kompyuter telefon ham kompyuter bo'lib qoldi-ku. Hozir interesi. O'sha paytda u bilasizlarmi? U wow bo'lganda o'qib kelgan studentlar kollejga.